Yo'q, saf do'stlar. Sizlar bilan birga Mr. Beast. Har doim o'sha sizlar bilan bo'lgan Mr. Beast. Albatta sizlar Mr. Beast kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bu yoqda Mr. Beast yozib qo'yilgan. Biz bu videoda vijivaniya qilamiz. Bunaqa video ko'p chiqishini istasangiz obuna va like bosamiz. Go videoga. Hozirda chiqamizda do'stlar. Yeni videomuzda boy va kambag'al videosi var. Qani kulrang qo'y. Uyga gilam bo'lar ekan. Farqi yo'q o'xshaydi. TV'da narsalar. Bu videoga borishimizdan mumkin bo'lsa, bu videoning ikkinchi qismi chiqadi yoki chiqmaydi. Men bu videoni harakat qilaman. Daraxt yo'q bo'lgandan so'ng videoni yana yoqaman. Mana sizlar bilan 11 ta daraxt yig'ib oldik. Do'stlar, albatta kommentariyaga 12 raqamini qoldirib keting. Menga bu juda muhimdir. Mana nimani anglatishini men yozib ketgan odamga hamda obuna va like qilgan odamga nimani anglatishini. Sizlarga obuna bo'ling. Albatta obuna qo'ying. To'g'ri qilyapman men o'zi. Men to'g'ri qilyapman. To'g'ri. Bo'ldi, ketdi bu. To'g'ri qilyapman. Ay. Qishloqqa ketamiz. 3 Men sizlarga aytsam 3 eng kerakli narsalar. 3 bu bizga yuradigan 3 qadrlash kerak. 3 kiyib yursa ham degan qo'shiq bor-ku, ana shu qo'shiqda. Aytolmas 3 Xo'sh, mollarni o'ldiramiz. Steak pişirelim, steak. Yine bizde taxtada ne var? Mana shu yerdan buriladi. G'origa. Qishlog'iga. Men qishloqda degan nom. Qishlog'iga. Qishlog'iga borgandan so'ng videoni yana yoqaman. Do'stlar, biz
Keyingi videoning ismi keyingi video sid chiqadigan video bo'ladi. Xullas, kommentariyga sidlarni o'zingiz bilgan sidlaringizni yozib keting. Keyingi videoda siz yozgan sidlarni va yozamiz. Aynan mana shu Minecraftga to'g'ri kelishi kerak. Bu Minecraftning ismi Craftwood. Hozircha biz uydan xarobadan chiqqan joy desa bo'ladi. Yomon emas, lekin yangi o'ylashga to'g'ri katayib beradi. Biz oxirigacha qilmaymiz uyda, mashina olib tashlaymiz. Keyingi video sid videosi bo'lsinmi yoki boy va kambag'al, buning kommentariyaga yozib keting. Ko'p ovoz yig'gan videoni o'shani olamiz. Qaysi video ko'p ovoz yig'ar ekan ko'ramiz. Artefakt qaysin deganlar ham bitta yurishdan yozib qo'yamiz. Kommentariyaga kim artefaktning videolarini ko'rgan bo'lsa, artefakt degan belgi qoldirib ketsin. Mana vaqt javob tashlaymiz. Baxti xarobadan chiqqan joyda sozlab olamiz. Bu yoqda xarobadan chiqqan joy ekan. Lekin bu yerni biz to'g'rilaymiz degan qasam. Yaxshigina uyga o'zi yaxshigina uy tayyorlayapti. Chekkan taxtadan chiqsak bo'ladi. Shuni unday bo'lmasa taxta qilib chiqqanda ekanmiz. Videoni yana yoqaman. Xo'sh, do'stlar, video chayirgacha qilib oldik. Bu video shardan tugaydigan bo'lib qoldi. Bu videoning ikkinchi qismini men albatta chiqarishga harakat qilaman. Agar bu video ko'p obuna va like yig'sa, men albatta ikkinchi qismini chiqaraman. Bo'lmasa hammaga xayr.